1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan ayni vaqtda Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan jamoat joylari va istirohat bog'lariga tashrif buyurayotgan fuqarolarimizning xavfsiz kelib ketishini ta'minlagan holda ishonchli xizmat olib bormoqda. Shu o'rinda yo'l patrul xizmati inspektorlari aziz bolajonlarimizni xursand qilish maqsadida shirinliklar barcha xodimlar hushyor holda belgilangan joyda xizmat olib borsin. Qizim, bugungi bolalar bayrami bilan sizni tabriklaymiz. Bugungi bayram bilan Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi shahar tarkibida sizlarni tabriklayman. Mana. Yaxshi o'tkazinglar bayramni. Bu sizga. Bayramni yaxshi kayfiyatda kuzating.